Oliy ta'lim deganda bizani kasb bo'yicha demoqchisiz. Bizani kasb bo'yicha hozir akademiyalar bor. Ya'ni akademiya deganda ustoz shogird ananasidagi faqat o'tda juda ham boshqacha o'rgatilinadi. Ya'ni misol uchun oldin o'zimda ham bor edi, hozir o'zim ham sekin-sekin mana shu akademiya yo'nalishiga o'tyapman. Ertalabdan kechgacha oldin bitta shogird yoki ikkita shogird ustozi tepasida nechta soch olinsa hammasini ko'rib turardi. Hozir akademiya yo'nalishida kunlik vaqt belgilangan, o'sha vaqt bo'yicha boriladi, kunlik darslar bo'lingan. Bir kun soch olinadi, bir kun klient bilan muomala, bir kun xizmat ko'rsatish, hamma narsalarni bo'lib darsliklar. Ya'ni bizani ishda o'zi avvalambor ko'zda baribir birinchi o'rinda ko'rib o'rganadi. O'sha narsani unaqa ham o'rgatilinadi, ham bu yoqda qanaqa kesilishlarigacha hammasini o't-uyda o'rgatilinadi. Ya'niki bu degani bu yoqdagi ustoz shogird ananasidan boshqacha emas, faqat vaqtlari bo'lingan holatda, lekin ikkovi ham bir xil. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham bizani ish ustoz shogirdga borib taqaladi.